Kanalning doimiy kuzatuvchilari 16 may 2025-yil Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Qorabuloq qishlog'idan Odiljon hoji akamizning fermasidan video tayyorlayapmiz. Sotiladigan bo'g'oz rossiyskiy xunojillar bor. Xudo xolasa video davomida qo'ldan kelgancha holatlarini ko'rsatib, ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan laykni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Qaranglar. Xudo xolasa sigir qilaman deganlarga zo'rlaridan. Laykni bosib turinglar akalar. Tanishtirishlarga videoni taqdim etsak. Aka bular 10 ta bo'ldi. Bularni soni 10 ta, Hikmatullo. Xush kelibsiz avvalambor. Sachimayapsizmi? Rahmat, o'zingiz ham yaxshimisiz? Rahmat, qaraylar. Ular уже yerim qo'zg'ash boshlagan oldi. 8 oy. 8 oyligi. 8 oyliklari bor ichida. 5 oydan 8 gacha bo'g'ozlik davri. Shu yangi partiyadan 10 dona eng sarasidan ajratdik, Hikmatullo. Eng oldilarini ajratdik. Yetuklarini, sifatlilarini ajratdik. Maqsad pul bo'shatish. Shu maqsad sotish. Yeb ichish sog'lig'i zo'ra. Hammasiga kafolat, Hikmatullo. Bir pachga kelgan yangi partiya hali buzilmasdan turuvdi, shundan 10 dona ajratdik. Kelib qolganlari bilan ham solishtirib olish mumkin xaridorlar. Hammasi birinchi qoringa. Hammasi birinchi qoringa. Cho'rni pyo'stra bular. Tozaqon cho'rni pyo'stra. Cho'rni pyo'stra toza astagi. Sut ishlayman, zot qilib boqaman deganlarga ham behijolat tushaveradi. Mollar hazil mollar emas, ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Bo'lib ham hammasi yosh mollar, birinchi qoringa. Hammasi yosh. Aka, bular birinchi tug'ishda ham sutni zo'r beradi-a? Sut beradi. Bular sut yo'nalishdagi, Hikmatullo. Yo'nalishda. Tuqqandan boshlaydi bular sut berishdi. 5 oylikda 8 oylikgacha deydi-ya bularda. 5 oydan 8 oygacha. Bular Rossiyaning o'zidan kelgan-a? Ha, Rossiyadan kelgan. Termaga olaman, o'zimizga olaman deganlar. Qo'qlari ham o'ziga yarashgan. Bular optim sotamizmi yo donalardan beraveramizmi? Endi optim sotsak yaxshi bo'ladi. Mayli, endi agar xaridorlar bo'lsa, donalab ham kelishamiz. Maqsad optim bitta sotish, bitta pul bo'shatish, Hikmatullo. Narxlari ham bomba bo'ladi, xudo xolasa. Yengil qilib berasizmi? Ha, yengil qilib beramiz. Bo'ylar nechida aylanadi? Bo'ylari 40-45 ta aylanadi. aylansa kerak, ya. Bo'ylari kichkina emas. 40-45 ta 45 abag'da aylansa kerak. Ular mana azakam kuchli mollarimiz. Eng muhimi sog'lik salomatchilik hamma yo'g'i zo'r-a. Hammasiga kafolat. Bular kelganiga qancha bo'ldi? Bular kelganiga ko'p bo'lmadi, yaqinda keldi bular. Haligi sinovdan boshqadan o'tib bo'ldi. 10 kun bo'ldi bular kelganiga, Hikmatullo. 10 kun. 10 kun bo'ldi. Sal yetiltirib sotish maqsadida endi hozir shu oldilarini ochiq sotyapmiz. Kechkilari turibdi. Narxlar masalasida ham bu negativlarga yaxshi bir chiqish qilamiz. Qani shu narxga ham negativlar nima der ekan, Hikmatullo? Deyarli hammasi yelin qo'zg'ab qopti. Hammasida yelini bor. Boshqalar, Farg'onalik, Qo'qonliklar, Qoraqalpog'da tegishli qo'z bo'ladi. Juda ko'p so'rashadi. Eng sarasini ajratib chiqdik, Hikmatullo. Endi hammasini bitta joyga bo'lsa 35 milliondan o'tib beramiz. 35 milliondan, 35 milliondan o'tib beramiz, Hikmatullo. Eng sarasi, eng yetuklari kelganlarning ichida. Oldi-da bular, ha? Oldi. Kelib, o'sha qolgan sheriklarga nisbatan solishtirib oladi.
Hozir ustiga kraska sepib turib, hammasini yana qo'shib yuboramiz birga. Kelib ajratib olganda o'sha farqini sezib oladi. Dastavkalarimiz qayergacha bo'ladi? Dastavkasini kelishamiz Hikmatillo. Dastavka masalasida kelishamiz. Endi misol xo'jalikka ikkitasini olay yo to'rttasini olay deydigan bo'lib qolsa-chi? Unisini ham kelishamiz. Holatiga qarab, ha, maqsad sotish, maqsad pul bo'shatish. qilaman degan odam bo'lsa, hammasi yosh mahsulotga kelgan mollar. Lekin qo'shini buqaga tayyor bo'lishini kutib, yilin mahsulot yetadigan emas. Biraz olib, azgina tayyorlashni Narxini ham menimcha yomon aytmadik Hikmatillo. Narxlarni yomon aytmadik endi shu. Obunachilar so'rashi mumkin. Eng oldin 35 kami bor deyapti. Kechkilarni qanaqa aytar ekan deb o'ylash mumkin. Ularning narxini ham sal yetiltirib sotamiz, shuning uchun hozir ular sotuvga qo'ymadik. Agar bularni hozir 35 dedik, ularni hozir bugungi kunda 30 bo'lib qolish kerak-da narx. 30 da Rossiyaning o'zida ham yo'q. Olib kelayotganlar biladi, shu mol bilan shug'ullanganlar biladi.